Xayrli kun hammaga qizlar. Bugun mana Xitoydan bir nechta zakazlar yetib kelgan. Hozir bir boshdan ko'rsataman sizlarga. Mana bunaqa atlasnoy shoyi ro'mollar kelgan. Mana bunaqa yashili, mana bunaqa tegirnisi, bunaqa zanjirlisi. Zanjirlisini ikki xil rangi kelgan qizlar. Jigar rang sifat ichi, mana bunaqa oq yeri foni. Manosiniki ochroq, mavushniyroq, bunisi ochroq. Ikki xil kelgan buni ham. Mana tigirni o'zidan ham kelgan ro'mollardan. Amerikankalar keldi. Bu yerda 8 dona zakaz qilganlar bor. Oshganni sotuvga qo'yib qo'yaman. O'zimga kostyum zakaz qilgan edim. Zamosh materialli, kачествоsi rosa zo'r keldi. Buni ham narxi bilan qo'yib qo'yaman. Sumkalar zakaz qilingan, buni egalari bor. Undan keyin mana bunaqa sochiq keldi qizlar. Buni ham sovg'aga zakaz qilishgan edi. Buni egalariga topshiramiz. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa narxi bilan kanalga qo'yib qo'yaman. Ma'lumot uchun mana kattaligini ko'ringlar. Oshxonalarga mana bunaqa yerda ilinadigan ilmoqchi bor. O'zimizni momiq sochiqlarimizdan, mana o'zimizda kачествоsi lekin o'zimiznikidan yaxshiroq, sababi o'tda ham momiq. Bu bunday qilsangiz yipi chiqib ketmaydi. Bizdagi momiqlarni bunday qilsangiz yipi chiqib ketadi. Buni yipi chiqmaydi. Mana qirg'oqlari to'qilgan. Kачествоsi rosa zo'r. Mana bunaqa lolaniki bor. Mana bu qirg'og'ini ko'ringlar. Bizdagi momiq sochiqlarda qirg'og'i bunaqa to'qilmagan. Oshxonalaringga o'zlaringga olib ishlatsalaring ham bo'laveradi yoki podarkalarga mana bunaqa korobkasi bilan bersalaring ham bo'laveradi. Korobka holatida qo'yib qo'yaman kanalga. Mana bunaqa zakolka bittasini egasi bor, bittasi nalich sotiladi. Buni ham narxi bilan qo'yaman. Mana kattaligi, kачествосini videoda ko'rib olganlaring yaxshiroq. Telefon qilib zakaz qilinganida bu keldi. Tufliga yeb zakaz qilishganida bu keldi. Kes zakaz qilishgani udraga bu keldi. Paypoqlar men o'zim zakaz qilganman buni, sotgani bular nalichi. Mana ranglari, buni ham narxi bilan kanalga qo'yib qo'yaman. Hozirgi bahorga kiyadigan yuqa paypoqlardan. Keyin qizlar mana bunaqa Xitoyda devolatasidan zakaz qildim. O'zimga probaga ishlatishga, qanaqa chiqarkan kачествоsi deb. Endi mana kattaligini qaranglar. Shunaqa kattagina chiqarkan devolata. Endi buni ishlatib ko'raman. Kачествоsi sifati zo'r chiqsa, narxi bilan kanalga qo'yaman. Agar ko'nglimdagidek kачествоsi yaxshi bo'lmasa, tvitlashib yoki bir halik effekti bo'lmasa, kanalga narxini qo'ymayman. Qizlar bugun kelgan zakazlar shulardan iborat. Mana bu yerda organizer zakaz qilgan edim. Mana kosmetikalarni solib qo'ygani. Avvalam bundan sotganman qizlar. Bu safar o'zimga zakaz qildim, bayramga podarka qilib. Mana qaranglar, qancha kosmetikalar ichiga sig'ib ketadi. Mana bu yeri ochiladi mana. Ikki tarafida solib qo'yadigan narsasi bor. Mana bunaqa yonboshda ham mana pomadalarga, qalamli tushlarga zo'r narsa. Mana hamma yo'qlarni yig'ishtirilar ekan. Meni haqiqatan kosmetikalarim har xil kosmetikalarga solib qo'yiraman. Yig'ishtirish qiyin. Shuning uchun zakaz qilgan edim. Bundan oldin ham sotgancha kачествосiga ishonaman buni. Mana bunaqa sumka ham zakaz qilganman. Buni ham o'zimga zakaz qildim bayramga. Ichidagi qog'ozni ham olmadim, sabab nimasini ko'rsatish uchun, xonalarni ko'rsatish uchun mana. Ikki xonadan iborat, mana qog'oz solingan ichiga. Ikki xonadan iborat. O'rtasida bunaqa zamogi bor. Bunaqa ilib oladigan ilmoqchi bor. Mana ko'rinishi. Kачествоsi rosa zo'r keldi. Buni ham narxi bilan qo'yib qo'yaman. Kimga kerak bo'lsa, zakaz ko'rib beraman. Qizlar, bugungi zakazlar shular. Bugun erta yana juda ko'p zakazlarimiz yetib kelish kerak. Zakaz qilganlar sabr toqat bilan kutib turasizlar.